Qachongacha shunaqa ishlaymiz aka? Yoshingiz nechiga chiqdi? Qachon uylanasiz? Qachon bir biz ham odamlarga o'xshab boy bo'lib yashaymiz aka? Hey. Sen yana boshladingmi noshukrligingni? Ham uchun noshukur bo'lasan. Sog' yegan bo'lsang bor, ishini ol. Gap isinishda emas aka. Biz ham kostyum shimlarda, ko'chada zo'r mashinalar bilan yurishni xohlayman aka. Qachon yuramiz shunaqa? Tushunmayapsiz. Mani boshqa ish qo'limdan kelmaydi. Men faqat qora mehnatga o'rganganman. Siz qora mehnatga o'rgangan bo'lsangiz, men o'rganmaganman. Bo'ldi. Bugundan boshlab men bu ishda umuman ishlamayman. Ketmaysizmi? Yo'q. Agar ketmasangiz, o'zim ketaman. Sog' bo'ling. Ey! Uka! Tur. Aka. Yaxshimisan? Qo'lim ishlamayapti. Ha? Doktor chaqiring aka. Yo'q. Doktor qilolmaydi. Yelkadan chiqqan. Menga ishon, men hozir joyiga solaman. Sal og'riydi. Og'rimasin. Og'riq bittada qoldi aka. Qo'yili. Tabib bo'lsangiz bo'lar ekan aka. Bu undan o'tgan. Buvingizda? O'zi deddomda katta bo'lgan bo'lsak, buvingizni qayerdan taniysiz aka? Qayerdadir tug'ilgandirman. Buvman bo'lganda. Xullas, meni qarorim qat'iy. Men ko'chadan omadimni qidiraman. Kecha Instagramda o'qib qoldim. Erkak kishini omadi bilan o'ynashi bo'lmas ekan. Ketmaysizmi? Yo'q. Mayli. O'zim ketaman. Boy bo'lib qaytaman yoningizga. Har doim shunaqa qiladi. Kichkina xo'jayin.